qaynona kelin urushi, betga choparlikni sabablari juda ko'p. Hozirgi kunda oldinga qaraganda agar chopishu, chorvachilik qilishu ancha kelinlarga yengillashyapti. Yengillashgan sari unga alternativa paydo bo'ldi. Ya'ni hozir oilada imkon darajasida hamma ishlash kerak, pul topish kerak. Pul topmasa, ro'zg'orda qiyinchiliklar uyg'onishi mumkin. Shuning uchun hamma ishga kirishib ketgan. Ishlagandan keyin ish vaqtida baribir odam charchaydi. Qaynona misol uchun o'zini uy ishlarini talab qiladigan bo'lsa, tushunmay. Albatta kelin ham betga chopar bo'lib qolishi mumkin. Qaynonani tushunmayotganligi sabab. Endi bir narsa, burungi vaqtda qaynonalar ham ishlashgan. Dehqonchilikmi dehqonchilik, chorvachilikmi chorvachilik. Kelinni yonida bo'lib birgalashib ishlab qarashgan har doim. Chunki katta ro'zg'or, agarot ham katta, ish ham ko'p, shunaqa holatda. Hozirgi kunda o'shani o'rnini almashtirayotgan narsa telefon bilan ishxona bo'lyapti. Telefonda ijtimoiy tarmoqlarda butun olamdagi ayollar, umuman hayot tarzi, hamma narsa ochiqcha ko'rsatilyapti. Bir xilla o'zidan norozi bo'ladi, hayot tarzidan norozi bo'ladi ayollar. Kelinlar shu qatorda. U nimadan kelib chiqadi? U kutishdan kelib chiqadi. Kutishni to'xtatish kerak. O'ziga tayanish kerak. Qaynona ham, kelin ham. Hozir kelinim keladi, meni qo'limdan ish oladi, hamma uydagi ishlarni u qiladi, ovqatni u qiladi. Men endi mazza qilib yashayman deb kutgan qaynona adashadi.